Mana bu siz ko'rib turgan gullarga burkangan yashil go'sha sanoat majmuasining qoq yuragida joylashgan desam ajablanmang. Kombinat misboj fabrikasi ishchi xodimlarining mehnat mahsuli bo'lgan mazkur oranjeriyada yilning 4 faslida ham bahor nafasi ufurib turadi. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida barpo etilgan gulxona kombinat boyituvchilariga o'ziga xos estetik zavq va hordiq bag'ishlamoqda. Yashil makon dasturi loyihasi doirasida misboyitish fabrikasi reagent bo'limida gulxona tashkil etdik 2025-yil mart oyidan boshlab. Va shu 1 yil davomida ishchi xodimlarim kunni kun, tunni tun demasdan gulxonamizdagi to'tilarimizga, shu 175 dona gullarimizga alohida e'tibor bilan mehr berib qarab kelishmoqda. Biz ham mana shu fursatdan foydalanib yashil makon dasturiga o'z hissamizni qo'shganimizdan xursandman. Yurtimizda issiqxonalarni rivojlantirishning yangi mexanizmlarini yaratish maqsadida prezidentimiz tomonidan issiqxona xo'jaliklari faoliyati samaradorligini oshirish va eksport hajmini ko'paytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori tasdiqlangan bo'lib, unga ko'ra misboj fabrikasi mehnat jamoasi tarkibiy bo'linmada ana shunday maxsus hudud tashkil etishdi. U yerda fabrika va unga biriktirilgan maydonlarga ekish uchun 15 ming dona petuniya, 15 mingta rayhon, 5 mingta shafran, 3,5 mingga yaqin vinka va yana shuncha gultoji xo'roz hamda 1000 dona supurgi gul, ya'ni Xitoy archasi kabi gul ko'chatlari, shuningdek 1,5 ming dona eman daraxti nihollari parvarishlanmoqda. Mamlakatimiz ekotizimi barqarorligiga xizmat qiluvchi Yashil makon umummilliy loyihasi hamda Yashil belbog' dasturi doirasida misboj fabrikasi tomonidan 25 gektardan ortiq yer maydonida 2023-2025 yillar davomida 175 mingta terak ko'chatlari ekildi. Shu bilan birga bo'linmaga biriktirilgan metallurglar ko'chasida barpo etilgan ekobog'da 75 donadan akatsiya, zarang, 50 ta sakura, 100 dona kashtan va yana shuncha pavloniya, 100 donadan qayrag'och, katalpa, tut kabi 700 dan ziyod manzarali va mevali daraxt ko'chatlari parvarishlanib, tomchilatib sug'orish tizimi joriy etildi. Bundan tashqari bog'da piyodalar yo'lakchalari, o'rindiqlarni o'rnatish hamda obodonlashtirish ishlari davom ettirilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, fabrika xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgan ko'kalamzorlashtirish ishlari Yashil makon umummilliy loyihasining amaldagi yorqin ifodasiga aylandi. Sanoat va tabiat uyg'unligini ta'minlayotgan mazkur ezgu tashabbuslar yaqin yillarda hududni yanada yashil va obod maskanga aylantirishi shubhasiz.